Informasyonu va muhabbatamiz. Hozir birgalikda match o'ynab ko'ramiz. Hozir biz Arsenal bilan tushdik. Biz unutmanglar, Al Nasrmiz. Arsenal bilan tushdik. Like, podpiska, qo'ng'iroqchani bosib ketinglar. Biz xursand bo'lamiz. Yana videolarni chiqarishda davom etamiz va kommentariyani bomba qilib yoraveringlar. Mana bizning akkauntimiz 3082. Endi unchalik ham kuchliroq bosdi. Lekin o'zlaringiz bilasizlar, futbolda akkauntni kuchaytirish qiyinroq bo'ladi. Mana raqibning akkaunti ekan. Unchalik yaxshi emas, lekin o'rtacha desa bo'ladi va matchga gol bo'ldi. Va Arsenal hozir boshlab berarkan o'yinni. Yana bilmadim, ko'rib olamiz. Hozir mana kelyapmiz. Kim ulashmoqchi bo'lsa kommentariyada yozib ketsin. Albatta akkauntining nomini yozib kelsin va ismi bilan. Chunki biz videoga olib YouTube'ga chiqaramiz, aytganlarnikini, aytmaganlarnikini. Hozir to'xtab turinglar. Raul hujum ketyapti baribir. Voshtanki aytmaganlarnikini to'g'ri o'zimiz obzor qilib o'ynab beraveramiz. Videoga olmasdan YouTube'ga chiqarmasdan. Va bizdan chiqib ketyapti. Bandek. Bizcha qatib qolyapti. Omali xafa bo'lamiz. Kommentariya bilan podpischiklar va layklarni bomba qilib tashlanglar. Tezroq 50 mingtaga yetishimiz kerak. 2027-yilgacha 50 mingta bo'lishimiz kerak. Sizlar layklarni, podpiskalarni, qo'ng'iroqchalarni, kommentlarni bomba qilinglar. Biz ba'zi videolarni bomba qilamiz. Muxoliflar aytgandek. Bana sizlar like bosmayapsizlar, xabar olib ketyapmiz. Like tezda bomba tashlaylar. Shu hozir like bosganlar 0% bolalar. Tezroq like bossalar, biz ham xursand bo'lamiz. Hech bo'lmasa maygacha ham bir 100 tacha uni 200 tacha ham bo'lsa ham yaxshi bo'lardi. Xudo xohlasa Omonxondan ham o'tib ketamiz, Ronaldodan ham o'tib ketamiz. Vallahi xudo xohlasa. Hozir Ronaldodan ham o'tishni niyat qilganmiz. Albatta Messidan ham o'tamiz. Sizlar like'larni bosib tashlanglar, podpiskalarni ham bosib. O'zbekiston gol bo'ldi. Unutmanglar, biz o'zbek musulmonmiz. Do'st aytib qo'yib, hamma biladi bolalar. Yana Ronaldodan gol. O'zini anaqa suyu qilish marosimidan qilyaptilar. Adashib ketgan. FIFA ana oddiy o'yin anaqalardan ham PES yaxshiroq. Atmosferalari bomba. O'yinni grafikasi, atmosferasi zo'r bo'ladi. Zo'r qilib ishlab chiqargan mana. Qaranglar, o'zlarini qiliqlarini qilishadi hamda hozir ko'rganlaringdan bo'lsalaring, Ronaldo ham o'zini qilig'ini qildi. Albatta. Va paslarni aniq beradi. Albatta, bu aniq ketmaydi. Sal-pal. Lekin bu FIFAdan juda ham yaxshi o'yin. FIFAdan zo'r deb o'ylayman, chunki biz oldinlari ham o'ynaganmiz, lekin akkauntlarimiz o'chib ketgan, kuchli akkauntlarimiz. Juda ham kuchli. Roberto Carlos ikkalamizga bir xil ekan.
Lekin hozir o'tish ketgan yangi ochganmiz, lekin quyosh so'lidan men oldinga ochganman. Albatta. Ikkimiz ham akkauntimizni albatta alohida obzor qilib YouTube'ga chiqaramiz. Birga bir o'ynab ham qilamiz, ammo men yutkazib qo'yishim mumkin chunki Umutaz akam vahshiy kuchli o'yinlar, unda ikki xil Neymar bor, uni akkauntlarini ko'rsatib o'taman bolalar. Like, podpiska, obuna bo'lib, qo'ng'iroq chalib bosib qo'ysalaring, hammadan birinchi bo'lib videolarni ko'rasizlar. Biz ham xursand bo'lamiz. Albatta. Albatta sizlarni ham xursand qilamiz. Mana bu yerda o'zini yugurum nishonlashi bilan nishonlayapti. Ko'ringlar. Berto tashnaqa qilib qiladi. Berto varatga ham turib beraveradi. Berto chunki shunaqa. Bu futbolda Varatyan yuzib qo'ysalaring bo'ladi hujumchini. FIFAda vahshiy bo'lmaydi. Ikkita odamni bitta o'yinga qo'ya olmaydi. Biz bemalol qo'yamiz, ular lekin FIFA unga yoqmaydi bolalar. Xollagan o'yinlaringni yozib ketaveringlar, xollagan o'yinlaringni o'ynab beramiz bolalar. Xohlasalaring PES deylar, xohlasalaring FIFA deylar, o'zi PES o'ynayapmiz bolalar. Xohlasalaring FIFA, xohlasalaring PES, PUBG, Free Fire 2026 Frontier o'sha hamma o'yinlarni yozib ketaveringlar, bemalol o'ynab beramiz. Lekin yozib ketinglar, biz bilmagan o'yindan bo'lib qolish mumkin. Bugun 5-aprel. Yakshanba kun. Potifdan kim tushgan bo'lsa, kommentariyaga yozib ketinglar. Albatta biz ham Potif obzorini qilib o'tamiz. Albatta. Va Epic Showtime Big Time'larga ham tashlaymiz. Albatta referi bor. Referiga ham tashib ko'ramiz bir marta bo'lsa. No referi tushishi unchalik nima demayapti. 50 ham bas, u qiyin. Referi nechalik? Masalan, 1-2 yo'qda va 1-8 yo'qda. Noni zarba berdi hozir. Birinchi taym yakunlanishiga 3 daqiqa qo'shib beribdi hakam. Va 3 daqiqaning ichida Ronaldo gol urib qo'ydi. Yaxshi Ronaldo. Ana o'zini qiloqlari bilan golni nishonladi. Va hozir birinchi taym tugash arafasida 6-0 bilan tugadi. Birinchi taym. Va ikkinchi taymga ketdik. Mana ikkinchi taymni biz boshlab berar ekanmiz. Messi ketyapti. Messi. Ronaldo yoshirdi. Ronaldo Hazard yoshida. Hazard ham bitta urib qo'ysami? Xonsoli. Albatta urish kerak. Yaxshi. Hazard. Ana o'zini qilig'i bilan gol uryapti. Hozir. Yaxshi. Bizga hujum ham qilgan yo'q. O'sha bitta to'g'ri chiqyapti degan. Bu ama botu bas bolalar, botu bas. Bu haqiqiy o'yinchi, lekin kuch basi bo'ladi, lekin akkaunti yaxshi-ku. Men bilan o'ynab ko'ring dedi. Pasqal akkauntlaringda o'ynab ko'ring. Akkauntda qilinglar. Masalan, eng kuchli, mendan ham kuchli akkauntlarni ham tashlayveringlar. Agarda Mr. Pesser bu videoni ko'rsa, Mr. Pesser ham tashlasin. Albatta tashlasin. Yutqizsam, yutaman. Xudo xohlasa, tamomlaymiz. Bilganimizni qilamiz, xudo xohlasa yutamiz. Buni bizga farqida yo'q. Katta akkauntlarni ham biz shu vaqtgacha yutib kelganmiz, yutamiz ham. Hozir nima tashlagan? Ular bizga tashlatdi. Bola biz bilan o'ynaydi. Sapasroq akkauntim bo'ldi. Aka, shu videoni ko'rasin. Aka, 9-0 bo'lyapti, aka. Sen shuni qarang. 9-0 bo'lyapti. Hozir 10-0. 11-0 qilamiz. 15-0. Yo, 15-0 qilinmasa kerak, chunki vaqt tez o'tadi bizda. O'sha. Lekin
FIFAda sekin o'tadi. Sekin o'tishi zarar. Ko'p o'yin o'ynalmay qolasan-da sekin o'tsa. Ham so'g'aladi, bunda tezroq beradi. Albatta. Bir hozir o'yin qahramoni bo'ladi shekilli. Menimcha Harry Kane. Militao olishimiz kerak biz. Militao kartasi kesayapti. Chouameni ham keldi-ku, o'shani ham tushib, olib, o'ynatib, obzor qilib chiqaramiz agar bo'lsa. Chouameni Bruyne Yonida Juan Garcia, yana boshqa o'yinchilar kelgan. Juan Garcia kelganmi aka? Ko'rdim. Shu Juan Garcia nechi bo'larkan? 101 yaxshi. Tavsiya qilaman, olib o'ynatib ko'rsalaring bo'ladi. Juan Garcia 101. Masalan, meni ham Varatabonim o'zim akkauntda Varatamonda Thibaut Courtois 101 o'tganga 2025-yilda keyin o'shanda olib tushirib olganman. Unda ham qiyin tushirganman. 10 taning ichidan zo'rg'a tushirib olganman. Omali yaxshi to'sadi. To'qlikdan ham saqlab qo'ying. Meni ham oldin Alisson Bekkirim bor, hozir ham bor, lekin hozir Martinez qo'yib olaman. Martinez ham shu Alisson Bekkirimni yaxshi to'sadi. Shamaykan muzlar. Alissonni ham ko'rsatdim, olalarni ham ko'rsatib bolalar. Kommentariyaga like deb yozib ketinglar. Hamma obuna bosib, like bossin, bolalar Rauldan oldirib. Raul o'zini qilig'i yomon tayyor. Hozir 13-0. 12-0 ekan adashib ketdim. Hozir 12-0 desa ham bo'ladi. Endi o'zimcha endi yig'lam o'rnasan akamni. Ama вообще jilmachaga Hapa bo'lmasin botakansan. Varatamonni buni. Moni qaranglar-da, Varatamon nima qilyapti hozir Donnarumma. Yo, ajala ishni joyiga like bilan podpiska bosib ketinglar, kulgurni ham kommentariyada yozib ketinglar. Ana kameramni ham tushiribdilar aka. Akanji? Oddiy kartasi bor ekan. 6 minut qo'shilib berdi. Yakunga. 13-0 qilib qo'yamizmi? Albatta, 13-0 qilsa ham bo'ladi. Yaxshi to'sdi hozir Varatamonni. Neymar bo'lsa, Neymar tushirib Mana tugadi o'zlaring ko'rganlaringda. Va Ronaldo o'yin qahramoni bo'libdi. Zapis ketyapti. Bo'pti bolalar, zapis ketyapti hozir. Bo'pti. Endi